Premierni 1,5 mingdan 1800 dollargacha pul sarflab mana shunaqa navrotli qilsa bo'ladi. Hop, qilingan ishlarni tezlik bilan sanab beramiz. Birinchi navbatda STP mahsulotlaridan premium klassda shum izolyatsiya qilganmiz. Yangi Cobalt'da ukamlar Angliyadan olib kelganlar. Niyat olib kelib turib chiroyli qilib bitirib berdi. Shumkadan keyin o'zini shtatning rulini knopkali qilib, kojinli qilib, mana multirol qilib, haqiqiy original rulga o'xshatib berganmiz. Cruise control aktiv bo'lgan, multimedialar ishlaydi. Hop, полный salon mativ print qilib berganmiz. Ruldagi detallar, obshivka, ruchka, torpedkadagi detallari, deflektor, monitor ramkalari hammasi bo'lgan. TS monitor o'rnatib berganmiz. CC3 464 parametrli zo'ridan. Bagaj knopka bilan temperatura datchigi o'rnatilgan. Hop, Tracker 2 bar Premier Plus komplektatsiyasiniki oldi orqasida abagreiflari bo'ladi. Hammasi joy-joyida. Shirgan qilib berganmiz. Undan keyin eshigidagi obshivkasidagi materialli chastini koja qilib berganmiz. Salon podsvetkalar qilganmiz. Evakor polik bagajiga ham, saloniga ham Kanzesdan bunaqa to'qima chexolda. Oldi yong'inlari, oldi laboylar, sonsiz plyonka, полный salon laminatsiya, полный faralarimiz LED bo'lgan, tumanki, dalniy, ближний, gabarit hammasi и Malibu ablisovka black piano o'rnatib berganmiz. Magicar Dominant 908 original pult, Start-stop va originaldan o'rnatilgan, brizgaviklar o'rnatilgan, yana bir qancha ishlari bor. MRS brendidan 3 ta kamerali premium mahsulot video registrator o'rnatib berganmiz. Esdan chiqqan yana bir qancha ishlari bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'ldan kelgan sana berdik. Premierni mana shu navrotlarga shuncha pul sarflaganmiz. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Videoni yakun yasashimizdan oldin avtomobilimizni ablisovka yilvetlarini ko'rsatib o'tamiz.